Hayvanlar bilan aylanaylik. Uyga ko'p qolib bular. Biz so'naman. Alaykum assalom. Voy shirin bolalarim. Juda katta bo'lgan ulardi. Voy chiroyli. Assalomu alaykum. Allohumma antas salom va minkas salom. Mana shu o'tirgan manzillarimiz muborakli bo'lsin, xayrli bo'lsin. To'y tomoshalar bo'lsin. Mana shu o'g'illarimni, qizlarimni orzulari o'zlariga doimo hamroh bo'lsin, orzulariga yetishsin. Qalblarini eng ichidagi orzularni Alloh qabul qilsin. Yigitlarimiz yaxshi kuyovlar bo'lsin, qizlarimiz yaxshi kelinlar bo'lsin, borgan joylarda baxtli bo'lsin. Orzularini doimo Alloh o'zi qabul qilsin. Mahallamizni eng yaxshi yigitlari bo'lib, eng yaxshi qizlari bo'lib, mahallarimizga doimo obro' keltirib yurishsin. Mana akalari, opalariga o'xshab maktablarimizni g'ururi bo'lib yurishni Allohdan tilayman. Ilohi amin. Allohu akbar. Rahmat bolalarim, shuncha chiroyli bolalarim bor. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar mana birinchi yillar oldin hozir yodimda ham yo'q. Birinchi marta maktabga kelgan vaqtingizda hali yozishni, o'qishni o'rganmagan vaqtingizda siz bilan birgalikda o'qish yozishni o'rganib bordik. O'sha vaqtlar bir yil davomida siz menga har doim mehr-oqibat bilan assalomu alaykum ustoz deb salom berdingiz. Mana bugun men sizga assalomu alaykum o'g'il qizlarim deyman. Sizlar alik olishingizni iltimos qilaman. Va alaykum assalom. Doimo baxtli bo'linglar, doimo omadli bo'linglar, haqiqiy inson bo'linglar. Mana sizlar 5 yillikni munosabati bilan bu yerga yig'ilib o'tiribsizlar, shunaqangi chiroyli bo'lib o'tiribsizlar. Meni ko'zim bilan qarasanglar hali 1-sinfdaysizlar. Mana bu qaldirg'ochlar o'z niyatlariga yetsin. Nima istak, nima niyat bilan shu yerga yig'ilgan bo'lsangiz, orzularingiz amalga oshsin. Iymonli bo'ling, insofli bo'ling, mehr-oqibatli bo'ling. O'qituvchilarni, ota-onalarni, qarindosh urug'larni, birodarlarni doimo mehr-oqibat bilan hurmat qiling. Haqiqiy inson bo'lib yetishingizni tilayman va davringizni ochiq deb yomon qilaman. Bugun shunaqangi bir chiroyli kechani tashkil qilishlar. Avvalo mana shu kechani tashkillashtirgan yigit qizlarga rahmat. Chunki bunday 1 yillik maktabni bitirgani 5 yilliklar kamdan kam bo'ladigan bu tantana hisoblanadi. Mana shu oraylarda hozir biz ko'rib shunday mana shu yerda o'tirib, davrada o'tirib o'ynayotgan yigit qizlarimizni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdikki, ular har bittasi hayotda ancha-muncha o'zini o'rniga ega bo'lgan yigit qizlar ekan. Kimdir farzandli, yana kimdir oliy dargohni bitirib turib ishni boshini tutdi, yana kimdir hayot bo'sag'asida turibdi. Mana shu yigit qizlarimizga ishlarida, o'qishlarida, Xudo xolasa kelajakdagi oilaga baxt tilaymiz. Ular sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. 10 yilliklarda, 20 yil, 25 yil, hatto 50 yilliklarda mana shunday manzilda, mavjudda ustozlar bo'lib o'tiraveraylik. Sizlarga katta rahmat. Doim sog' bo'linglar. Bundan keyingi ishingizda hammalarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizlarga. Sizlar xonadonga. Sizlarni mana ko'rib yana xursand bo'lib ketdik. Iloyo umringlar uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar. Kelajakda nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha niyatingizga yetinglar. Mana hozir bu bizni bergan, tarbiya qilgan bilimimizni mahsulini ko'rib turibmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Demak,
Ahmad akaning gapiga qo'shilaman. Birortalar haqida hali birorta shuni bolasi shunday degan yomon so'zni eshitmadik, bundan keyin ham eshitmaylik. Baxtli bo'linglar, kelajak hayotinglar farovon bo'lsin. Nima niyat bo'lsa, niyatingizga yetinglar.